Muallibdin. Mening bütün dunyoga Sharqiy Turkistondagi vatandoshlarımning mustamlika ostida yillarcha tortib kelayotgan azob-uqubatlarni haqiqiy va amaliy faktlar bilan ichib tashlash bilan tang mustaqillik kurishining o'chmas umidini namoyon qilib, bu kurash uchun bir qadam ilgarilagan holda hassa qo'shish orzuyimdan bu kitob ko'z yoshidan namlangan zimin dunyoga keldi. Men 1940-yili Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida xizmatchi oilasining tunji bolasi bo'lib dunyoga keldim. Mening dadam Urumchi savdo shirkatida buxgalter bo'lib ishlagan. Ondan Qora shahar, Qashqar shaharlarida savdo shirkatini qurib chiqib, shu shirkatning Tusan Gongsi boshqaruvchisi, direktori bo'lib, vatanning savdo ishlarini rivojlantirib, xalq turmushining yaxshilashiga hassa qo'shish orzusi bilan tirishib ishlab, keng xalq ommasining himoyasiga ham hurmatiga sazovor bo'lgan vatanparvar, xalqparvar ziyoli edi. Men ko'p bilimni ota-onamdan oldim. Ular menga vatanni, xalqni va millatni sevishni va ular uchun jon pidolik bilan xizmat qilishni o'rgatdi. 7 yaşımdan başlap ular menga ulug' Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimning tafsirini to'liq o'qib berib, qalbimni iymon bilan sug'urib, ko'nglimda zo'r bilim izlarini qoldirdi. To'g'ri so'zlik haqiqatchi bo'lishga, hech kimga zulm qilmaslikka, muhtojlarga qo'ldan kelgan yordamni oymaslikka, mumkin qadar yaxshilik qilishga ham tirishib ishlab, hayotda yaxshi iz qoldirishni o'rgatdi. Men birinchi tarbiyani oilamdan oldim. Boshlang'ichni Tatar maktabda, o'tir maktabni ikkinchi qizlar o'tir maktabida o'qidim. 57-yili meditsina institutiga kirgandan keyin vatanning mustaqil bo'lishining qanchalik zarur ekanligini cho'nqur his qildik. Mustaqillik orzusi bilan tashkilot qurib, qo'lga aylanib, turma va nazorat ostida yashagan 18 yillik hayotimdan qisqacha xotira qoldirib, yoshirib saqlagan edim. Shu xotiraga asosan bu kitobni yozib chiqdim. Buningda yozilgan voqealar ham kishilarning ismlarini o'z ayni bilan yozdim. Hammasi beshimdan o'tgan, o'z ko'zim bilan ko'rgan ham anglagan haqiqiy bo'lgan voqealar. Shu vaqtda bizning maktabdan qo'lga ilingan 4 o'quvchining birisi Ahmad To'xti 2 yil burun vafot bo'lib ketdi. Allah rahmat qilsin. Abla Sabirdin 2 yil burun Sharqiy Turkistondan izdireksiz yo'qolib ketdi. Oilasi bugunga qadar izlab hech qanday xabar topolmadi. Sajida bo'lsa og'riq doktorxonada davolanyotdi. Japanni tang tortgan shu savoqdoshlarimning hozirgi bu ahvollarini eslab ko'nglim yomon bo'ldi. Biz Avstraliyaga kelgandan keyinmi vatan uchun, xalq uchun qayg'urishni to'xtatmadim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xat yozib, Avstraliyada doktor Binni O'rus muhojirlar ishxonasining mas'uli bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistonning mavjudligini, xalqning tortgan azob-uqubatlarini aytib, vatanning holiga e'tibor qo'zg'ash uchun kurash qildim. Ham natija odamlarning hissdoshligi, e'tibori qo'zg'alishga boshladi. Shundaqla singlimning yo'ldoshi bo'lgan Ahmed Egamberdining Avstraliyaga chiqishiga yordam qilish bilan hissdoshlik qildi. Dinimizni, millatimizni saqlab qolish yo'lida kurash qilib, shanba, yakshanba kunlari o'z uyimda maktab ichib, vatandoshlarning bolalarga diniy, milliy ham madaniyat san'at darslarini berish imkoniyati tug'dirib berdim. Ham maktabning mudirlik vazifasini o'tab keldim. Ana shu maktabdan taraqqiy qilib, hozirgi Tatar, Uyg'ur, O'zbek maktablari barliq keldi. 94-yili xalqning himoyasi va olqishi bilan Turkiston jamiyatini qurib chiqdik. Men bu jamiyatning rahbarlik hay'ati va xazinadorlik vazifasini o'tadim. Jamiyatning gazetini chiqarib, dunyoning har qaysi yerlariga tarqatib, tashviqot yurgizdik va Sharqiy Turkistonda Xitoy hukumatining xalqqa ko'rsatgan zulmlari va g'ulji vaqasidagi qirg'inchilikqa qarshi norozilik bildirib namoyish o'tkazdik. 1998 yili Tatar boshqurt jamiyati nomidan BDTga
Arabistonga xat yozib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini qo'llab yordam qilishni talab qildik. Uningga javoban siyosiy mahbuslarning ismligini bersangiz chiqarib beramiz deb xat kelgan edi. Men uni Ahmad Egambardiga topshirdim. Shundaqla vatanda yuz berayotgan siyosiy besim va qirg'inchiliklarni pash qilguvchi ko'plagan materiallarni Tatar boshqaruv jamiyatining raisi, singlimning yo'ldoshi Ziya Maskiga inglizchaga tarjima qildirib, munosabatli o'rinlarga topshirdik. Shundaqla bu materiallar vatandan Avstraliyaga refugee qabul qilish harakatiga cho'ng yordam bo'ldi. Mana shundaq vatan uchun, xalq uchun qo'limizdan kelgan harakatlarni qilib keldik. Rahmatlik dadam madaniyat inqilobi jarayonida Aksil inqilobchining dadasi deb yalan kiyim bilan so'rab chiqib, qishning sovuqida bo'yniga taxta esib, sazay qilib mangdirganda o'pkisiga so'q tegib og'risimu yaxshi davolanish fursatiga erisholmagan edi. Shuningdan boshlab kuchlik o'pka bronxit ham asma bo'lib, demi siqilish azobiga giribdor bo'ldi. Hamda shu og'riqdan saqayolmasdan 1985-yili Avstraliyada 69 yoshida vafot bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. 1988-yili umr yo'ldoshim Latif 49 yoshida vafot bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Musofirchilik yurtida bu musibatlar bizga bakmo ig'ir keldi. O'lim qayg'usini yengib, yashash yengil emas ekan. Ammo hayot bir sinoq yurti emasmi? Qandoqmi yengil bo'lsin? Qayg'uning dursi faqat sabr ekan do'stlar. Meni tarbiyalab o'stirgan, mening sababimdan ig'ir jafolarni cheksimi, ranjimasdan har vaqt mening uchun duo bo'lgan shu ota-onamga, jafoyimni tang tortgan ini singlarimga va menga yordamda bo'lgan, hissdoshlik qilgan do'stlarimga, savoqdoshlarimga, el yurtga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini, xalqning erkinligini ko'rishni Janobi Alloh hammamizga nasib qilsin ekan. Amin. Salih Valiyev qizi Söyüngül Janishev. Turma. U chaqcha mashina do'qmishdan burilib tor ko'chaga kirdi. Bu qayer deb so'rdi turdi oldimizga egiz damliq yo'g'on to'mir darvozani ko'rsatib. Bir qarashla uning turmush ekanligi ko'rinib turadi. 3 metr egizlikda qilin tam. Har do'qmishqa tam ustida 2 kishilik kuzatchi munori o'rnatilgan bo'lib, to'liq qurollangan qorovul saqchilari tam beshida xuddi hozir jangga kirdigandek qiyofatda pilimotini tutib u yoqdan bu yoqqa minib kuzat qilib turadi. Ha, o'zingizning nega kelib qolganligingizni endi bilgansiz, dedi turdi. Mashina turma darvozasining oldiga kelib to'xtab, guduq berdi. Qora to'mir darvoza daranglab ichiga ichildi. Darvozani ochgan qurolliq ikki saqchi darvozaning ikki tarafiga o'tib tik turdi. Mashina darvozaning oldiga kelib to'xtadi. Siz turib turing, dedi turdi va o'zi ishkirki hovliga kirib ketdi. Men mashinaning derisidan hovlining o'tirsidagi zambil ko'tarib ishlayotgan kishilarga qarab, bu odamlar qo'lga ilingan mahbuslar o'xshaydi deb o'tgan kechganlarni ko'rib o'ltirdim. Hovlidagi kishilarning hammasi ichingan va qo'rqqan holda mashinaga surlik qarab bir-biriga asta bir narsalarni so'zlaydi. Turdi ko'p kechikmasdan qaytib chiqdi va men qarab, siz tushing, biz ikkimiz mushu joyda kutib turamiz. Ular texi rasmiyatni tugitib bo'lmabdi, dedi va shofirga mashinani turmaning eshik oldiga haydab berib, yuklarni tushirib qo'yib qaytib ketishni aytdi. Turdi ikkimiz o'tirdiki darvozada kutib turdik. Turdi menga nasihat qilib, ichingan holda, qizil guldek chiroyli yosh hayotinglarni o'ylamadinglar, degandek gaplarni qildi. Men uning so'zini anglab tursammi, ko'zim hovlida ishlayotganlarda edi. Ular obdobda ishlab chiroyli qaradab, o'roqlab, qoq ustixon bo'lib ketgan qora mahbuslar, kiyimlari yirtilib, har xil raq parchalari bilan yamalgan, chiroylari so'lg'in, ruhsiz, oram ningshib ishlab yurgan odamlar edi. Ular bizga ko'zni uzmay qaraydi. Menmi ularga qarab, bu kimlardi, nima uchun bu joyga kirib qolgandi,
Muşu ig'ir turmushda qancha vaqt yashab kelgandu deganda xiyollarni qilib ularga yechindim. Ularning har birisining taqdiri meni qiziqtirdi. Tam tepsida Xanzu qorovul soqchilar, qamoqda millilar mahbus bo'lib ishlab yuriydi. Bu taqdir nega borsam odamga to'qinishib turgan. Turdining so'zi tugagandan keyin men uningdan bizning qo'lga ilinganligimizni uydagilarga qanday xabar qilamiz? Mushu yerda turib xat yozsak qanday solamiz deb so'radim. Nima qayg'ursiz? Bu chaqcha sizning oilangizdagilarla emas, butun shahar xalqi anglab bo'lgandu haqiqatan, dedi Turdi. Sizlar bizning uyimizdagilarga xabar qildinglarmi? Yo'q, ularga texi xabar qilmadik. Lekin hozirgacha ularni anglamaydi, demsiz? Balki butun Şinjanға kirib ketgan bo'lmay. 1-2 kun ichida butun idora jamiyatlarda sizlarning ishlaringiz to'g'risida o'rganish ilib berildi. Men hayron bo'lib Turdiga qarab qoldim. Nima bo'ldingiz? Hayron bo'lib qoldingiz-ku deb so'radi u. Yo'q, xalqqa o'rganish chiqib turdi-da. O'quvchilarning oddiy bir kichik ishimi xalqqa o'rganish deb kuldim. Sizlar uchun oddiy bo'lgan bilan bu kichik ish emas. Kichik ish bo'lsa, sizlar bu turmada nima qilib yuraysizlar? Bu qayer bilamsiz? Bu degan avtonom rayonlik birinchi turma, Gong'anning turmasi deb ataldi. O'zingizcha oddiy kichik ish deb o'ylaydigansizda deb qaynab ketdi. Mustaqillikni talab qilish jinoyat emas. Har bir insonning burchi, dedim keskin holda. Dal shuning o'zi jinoyat, davlatni parchalab bo'lgunchilik qilish. Qiziq deb kuldim. Siz haqiqatni aytamsiz? Men siz sinab ko'ray. Hozir kimni ko'rdingiz? Qani kim bor? Men ko'rgidek deb ishkirga ho'yliga kirib ketdim. Chunki rostimni aytsam, hech kimni ko'rmagan edim. Turdi qo'rqindan. Nega borsiz? Mushu sizlar o'quvchilar qiziq bo'ldi ekansizlar. Bunda qilsangiz bekor menga gap keltirsiz deb mening yengimdan tortdi. Palampayda Sajida qo'lini pulanlatib bizga qarab kulib turadi. "Viyay, Sajida mu keptig'u?" dedim. "Kelmaydi deb o'ylaganmidingiz?" deb kuldi Turdi. Sajida o'zining narsalarini ko'tarib udul ishga kirib ketdi. "Yuring, endi biz kiramiz. Qo'rqotamsiz? Bu qayer?" deb so'radi. Bu yerning turma ekanligi hammamizga ma'lum. Buningdan qo'rqidak hech yeri yo'q. Bumi bir maktab dedim. Biz turma tarafga qarab mangdik. Cho'ng eshikdan kirgandan keyingi o'ng qo'l tarafdagi uyga kirdik. Uyda bir qeyri Xanzu bilan Ömerjon o'ltiribdi. Men kirishim bilan Ömerjon kulib, "Ha, murodingizga yetdingizmi? Mana endi yetding" dedi. Bizning maqsadimiz turmada yetish emas. Bu sizlarning maqsadinglar. Xo'shal bo'lgansiz endi, dedim men Ömerjonga qarab. "Voy, o'zingizning nega kelib qolganligingizni texchi bilmayotgansiz. Har qanday odamni qo'rqitib titirtadigan, yo'lbosni chashqonga aylantiradigan yer bu. Sizlarga o'yindak to'yilyapti", dedi Ömerjon. Orliqda Turdi so'z qo'shdi. "Voy, bular qiziq. Obiyatim beri Sajida bilan ikkisi bir-biriga qo'l pulanlatib kulishib yuriydi." Heliqi Xanzu daftarlarni varaqlab, anket to'ldirish boshladi. Rasmiyatlar tugandan keyin Ömerjon bilan Turdi. "Endi biz ketamiz. Deydigan so'zlaringiz va ishlaringiz bo'lsa, bizga hozir daviling. Keyin bizni topolmaysiz" dedi. "Rahmat, sizlarga hech qanday hojatim tushmaydi" dedim. Ular kulgan peti chiqib ketishdi. Bo'limga pakar bo'yliq, mahbus chiroy kichik bir Xanzu kirib keldi. U mening yanchiqimni, uyoq-buyoqlarimni aqtirib bo'lib, meni sirtin narsalarimni ilib kirishga buyurdi. Men eshik oldida turgan narsalarimni ko'tarib maqmoqchi bo'lib edim. Oldimdan egiz bo'yliq, qora qosh, qora ko'z, o'ruq, inchikka kelgan galafi shalvor kiygan bir odam bilan o'tir bo'yliq, uzun shalon soqolliq, ko'k ko'zli qarmoqqa tatarlarga o'xshaydigan bir qeyri odam zambil ko'tarib o'tib ketyotdi. Uzun bo'yliq odam menga qarab, "Singlim kelib qapsiz, kerak yo'q" dedi. Dardlik holda bu so'z menga ajoyib ta'sir qildi. Chunki bayatdan beri bo'lib o'tgan ishlar menga o'yindak tuyulib, ancha ta'sir qilmayotdi.
Bularning sirliq va qayg'uliq aytilgan so'zlari menga ig'ir dahshatli turmushning qaynimi oldida turganlikdan derak beryotdi. İşləvatqan odamlardan birisining O'tkir apandi, Samat Obizi gurjaklarni ilib kelinglar degan so'z anglandi. Ondan men bularning O'tkir apandi, Samat Obizi ekanligini bildim. Ularning kaynidan o'tganlar, kerak yo'q hukam, bu kunlarmi o'tib ketadi. Sabrlik bo'lib, chidamliq bo'ling deb menga tasalli berayotganligini angladim. Men narsa keraklarimni ko'tarib, asta dasab ishkirga kirib ketdim. Bu tinish, xotirjam, erkin turmushning oxirgi minutlari edi. Bu yo'ruq jahonning qimmatli vaqti edi. Mening narsalarimni tekshirib bo'lgandan keyin heyliqi uruq mahbus chiroy Hanzu o'rin ko'rpilimni ko'tardi. Men ushaq-tushak narsalarimni ko'tarib turma zalining eshigiga bordik. Eshik beshidagi soat to'p-to'g'ri 3 bo'lgan ekan. Ha, men soat 3da turmaga kirdim deb o'yladim. Turma zalga kirdik. Turma zalining o'tirisi egiz ko'tarib selingan yumaloq zal bo'lib, bu zalda 5 shuvar shaklda 5 koridor, o'tirdagi zalning ustida aylantirib aynak qo'yilgan bo'lib, yumaloq deraza orqali koridorga yo'riq tushib turadi. Koridorda avtomat tutgan Hansu saqchilar turadi. Biz 5-zal, ya'ni eshikning kirishida o'ng qo'l tarafdagi zalga kirdik. Mening o'rin ko'rpilarimni ko'targan Hanzu zalning kirishidagi o'ng qo'l tarafda 2-uy, ya'ni 3-nomerlik kamerning oldiga kelib, to'xtab eshikni ochdi. Men zalga kirib etib, kamerda yo'q deganda 2-3 ayollar bo'lishi mumkin deb ko'z oldimga keltirib kelgan edim. Lekin eshik ochilishi bilan qop-qorong'u, to'pichang bosgan tomlardan xuddi og'amchidek sanglab turgan o'mchik to'rlari esilib turadi. Supa va yerning paskinligidan bir-biridan farq etib bo'lmaydi. Uy ichida bir supurgidan boshqa hech narsa yo'q. Yalang'och uyga kirib keldim. Eshik ichilishi bilan odamning dimiqiga dahshat sesiq puroq kelib turadi. Hanzu qarovul mening yuk taqlarimni taxtay supining ustiga qo'yib chiqib ketmoqchi bo'ldi. Men uyning 4 tom va o'g'zilariga chang bosgan kichik to'mir burjaklik derisiga qarab uyning o'tirisida turib qoldim. Shu hayronchilikda Hanzu qarovulning chiqib ketganini tuymay qoldim. Eshikning jaranglab etilishi bilan cho'chib aslimga keldim. Uyning ichi qop-qorong'i bo'lib ketdi. Bu nima ish? O'ngimmi tushimmi? Men bu tushdan aslimga kelay deb beshimni chayqab baqdim. Yo'q, men tush ko'rmayapman. Men turmada o'zimni ko'ryapman. Bundaq turmay, bu mening uyim, bu mening makonim. Tozalab, ratlab, o'rnimni salay, yug'ishtiray. Shunda qilib men yog'liqimni ilib beshimni tangdimda, yengimni turib supurgi bilan uyning 4 temini supa va yerlarni supurib chiqdim. Tam ishkapni surtib chiqdim. Dadam men 5-sinfda o'qiyotgan vaqtimda meni bozorga boshlab berib, menga tallatqizib o'z qo'li bilan tallab ilib bergan qizil gullik kigizni taxta ustiga soldim. Tamga yo'lab turib ko'rpilarimni yig'dim. Tam ishkapga chiniqacha, tish cho'tka, tish pastasi, sopun, qalam, siyah qatorliq ushaq-tushak narsalarimni ratlab dizdim. Uydagi chang to'zon va ochiq suydek purqi odamning dimiqini yorg'udak echishtirib, ixtiyorsiz shukirtatdi. Birer yuzni tushkurgandimikin bilmayman. Hatto eshik tubidagi qorovul saqchi tomoq bergan kichik eshikni ichib, "Nima bo'lding?" deb mening to'xtamay orqa-orqadan tushkurganimga qarab kulib ketdi. "To'pichang burnimni echishtiribdi" deb tushkurib turib javob berdim. Shuning bilan uyni to'pichang bo'lib ketibdi deb heliqi harbiy Hanzu eshikni ichib qo'ydi. U kichik eshikni yarim soat ichib qo'ysimi, uydagi chang to'zon beslay demaydi. Bir ozdan keyin u eshikni yopib qo'ydi. Uyda men qilg'udak ishim qolmadi. O'ltirdim. Uningdan zerikdim. Yetib baqdim. Bu texim yomon tuyuldi. Naqshi etib ko'rdim. U yoq bu yoqqa menib ko'rdim. Lekin hech qaysi zerikishimni bosolmadi. Ondan tomlardagi xatlarga ko'zim tushib, tomlarga tafsillarga qarashga boshladim. Tomlarda, eshikda, ishkaplarda xilma-xil yozilgan xatlar bor.
Бәзілері қараңғы түрмеден, бәзілері қорсақның açlığıdan болса, yana бәзілері yalğızlıqdan, ağrıqdan oyub zarlanıb yazған xətlər idi. Bunun içində esimdə qalğanları başqa kəlməgəcə bilməs adam, canığı təgmigəcə ölməz degan söz idi. Aslida Mirza Ahmad deb ismi бар edi. Bu ismni o'qiganda ablizning bizning g'o'lchilik yaqin do'stlarimizning Mirza Ahmad, Mirzahid degan yaxshi bolalar bor edi. Ularni istil tuzitishda millatchi deb qo'lga ilib ketdi deb ular to'g'riliq so'zlab berganlari esimga tushdi. Ularmı mushu kamerda yetishib deganda hozir nadadir deb o'ylab turib qoldim. Ondan ishkapning ichiga bir qanotiga Mirza Ahmadning xetining yeniga yozilgan yana bir xatga ko'zim tushdi. Bu xat cho'chaklik İbrahim degan birisining bo'lib, xatda dunyoda mendek sarang odam bormi? Gung'anning turmusini izlab kelib, darvozani urib, men jinoyatchi, meni qo'lga ilinglar deb turib olgandan keyin ikki saqchi chiqib mening g'arq maslikimni bilib, meni so'rab ko'cha beshiga opirib, kat deb haydavatsa, men yana kelib darvozani urib, meni qo'lga ilinglar deb turib olgandan keyin ular bir qancha qitim meni haydavatsa-mu, ularga men yolg'on tonishtirish bilan keldim. Meni qo'lga ilinglar deb darvoza tövida turib eshikni uribdiman. Atdigan hushimga kelsam, o'zimni turmada ko'rdim. Mana shuning bilan 15 oy bo'ldi. Turmada meningdek odam yo'q deb yezibdi. Rostla qiziqish bo'pti deb o'yladim. Boyagi turmaga meni boshlab kirib qo'ygan Xanzu soat 4 da Oberniga elib chiqdi. Soat 5 da tamoq vaqti bo'ldi degan edi. Texi bir soat to'shmudimikin? Turmada vaqtni o'tkazish nima degan tas? Kamerning qop-qorong'i bo'lib ketdi. Manga xuddi 7-8 soat o'tgandek bilinib ketdi. Ko'pchilikdan 1 minutmi ayrilib baxmagan bo'lg'ashqa, o'zim yolg'iz qorong'i uyda vaqt o'tkazmak intayin qiyin tuyuldi. 1 soat shuncha uzun bo'lsa, kunlarni, oylarni, yillarni o'tkazmak bir ish o'xshaydi. Bir qancha kun o'tgandan keyin o'ginib qolaman. Bu kunlarmi o'tib ketar deb o'z-o'zimga tasalli berdim. Kesh bo'lib ketdimi nima? O'rnimdan turib derazaning uduliga kelib sirtqa qaradim. Chang bosgan qo'sh aynaklik derazadan suzuk ko'k osmonlar ko'rinadi. Texi kun patmagan yo'riq edi. O'rnimdan turib qarab eshik oldiga berib, eshikdan bir yengni ko'zdek to'shak bormidi degan umid bilan qarashga boshladim. Eshik nepis to'mir taxta bilan qoplangan bo'lib, uni buzish va to'shak teshish tas edi. Men uzoq sinchilab qarash jarayonida bir to'shak topdim. Shu to'shak orqali zalga qarashga boshladim. Buningdan faqat to'shakning udulidan o'tgan odamlar bilan uduldagi kamerning eshigini ko'rishga bo'ladi. Xeyli uzun qaradim, lekin hech narsa ko'rmadim. Qaytib o'rnimga kelib o'ltirdim. Turmaning ichi borgan sari qorong'ilashdi. Xuddi qabristonda o'ltirgandek atrofim surlik bo'lib ketdi. Kichik tor turmaning ichida u yoqdan bu yoqqa ma'atdim. Shunda qilib men kutgan soat 4 mi bo'ldi. Talada oshqushning sharaqlagan ovozi anglandi-da, zalda bir qancha kishilarning mang'in va eshiklarning birdan sharaqlab ochilgan ovozi anglandi. Hojatxonasi taladimi nadidu deb o'yladim va diqqat bilan talaga quloq solib tinglab turdim. Taraq-tur qilib eshiklar ochilib, ortiq ovozlar anglanmasdan faqat salma qadam bilan birovning mang'in oyoq ovozi anglandi. Ba'zi uylardan 2-3 odamning, ba'zi uylardan o'tganlarning sharaqlagan ovozi anglatdi. Menga o'chirat keldi. Qarovullarning eshikni shunda qattiq jarangtib echiyotganini bilib tursammi, yuragim jug'uldab seskinib ketdim. Eshik ochilib sirtqa chiqdim. Hojatxonami koridorda ekan. Bir koridorda 10 uy bo'lsa, 10-chi hojatxona ekan. Hojatxonaga 2 saqchi, 2 odatdagi odam bilan chiqib 2 odam ichilgan kamerni kirib tekshirib chiqsa, 2 qurolliq saqchi hojatxonaga bilib berib, eshik tubida kutib birga elib qaytardi. Bu yerda ishlaganlarning hammasi Xanzu edi. Hojatxonadan chiqqandan keyin ular yana hojatxonaga kirib tekshirib chiqadi ekan. U menga qiziq tuyuldi. Hojat vaqti 1 soat davom qildi.
Ko'p o'tmay tamoq vaqti boshlandi. Eshikning kichik tamoq beradigan eshigi taraqshib, ochilib, Xanzu oshpaz ko'rindi. U menga qarab: "Sen yangi keldingmi? Tamoq qachon bormi?" deb so'radi va orqadan bir yo'g'on javurga govlyang qizil purchoqdan yuvib pishirgan tamoqni selib berdi. Bugun faqat tamoq yegim yo'q edi. Shunga bir ikki qo'shiq yebla elib qo'ydim. Men kutgan o'zgarishlarning hammasi bo'lib o'tdi. Endi tong otqicha hech qanday o'zgarish bo'lmaydi deb berib o'tirdim. Chiroq yondi. Chiroq xuddi unib chiqqan poqaqdek o'z o'rniga chaplashib turardi. Uning yo'riqi uyni aran yo'rtatdi. Endi tushmu tush kamerlardan naqsha ovozi anglashga boshladi. Shunchalik mo'ngluq, shunchalik yiqimliq naqshlar bu joyda mening faqat yolg'iz emasligimni bildiradi. Bir kamerda naqshi boshlansa, yana bir kamerdagilar uningga qo'shilib mo'ngluq, dardlik naqshi to'lqini osmonga qarab ko'tarilib ketayotgandek odamning ko'nglini ezatdi. Butun zalda saqchilar, kamerlar ara yugurishib, naqshini to'xtatish uchun tirishsimu, lekin naqsha ovozi zodla besilmaydi. Xeyli uzun vaqt naqsha anglab o'tirdim. Naqsha ovozlari besildi. Atraf tinchlanib, butun turma rayonda jimjitlik hukm surdi. Ichim yana siqilishga boshladi. Berib tamg'a yo'linib o'tirdim. Tavba Xudoyim, biz nima umid orzularni qilgan edik? Nelarda o'ltirmiz ha? Deb g'uva yo'rib turgan chiroqqa qaradim. Maktab mudirimiz Rizvon opayning o'qishimga natija, kelajagimga baxt tilab, xalqimizning umidi sizlarda yaxshi odam bo'lib chiqinglar deb aytgan so'zlari quloq tubimda jaranglab ketdi. Bizning o'qish bitirish murosim maydoni ko'z oldimga keldi. O'qish bitirish murosimi 1957-yili iyun Urumchi shahri. Sharqiy Turkiston marsh kuyining sadosi va guldiras olqishlar orasida cheksiz hayajonlar bilan sahnaga qarab mangdim. 800 odamlik Hangching klubining hashamatlik yasalgan, gullar bilan zinnatlangan sahnasida diplom tarqatayotgan ikkinchi qizlar o'tir maktabining mudiri Rizvon opay ikki qo'li bilan mening 10 yillik emgak mevam bo'lgan maktab bitirish diplomimni qo'limga berib, mehribon onalardagi yiqimli kulimsirash bilan meni tabriklab, qo'llarimni chin siqib turib, o'qishimga natija, kelajagimizga baxt tiladi. Shuning bilan sahnadagi barliq o'qituvchilar birining keyindan biri kelib, qo'l elib tabriklashdi. Klubga bir-biridan chiroyli, bir-biridan umoq, go'zal kiyingan qizlar o'tir maktabining barliq o'quvchilari yiqimli kulishlari bilan bizlarni tabriklab, olqishlarini yangratdi. Klub ichiga esilgan lozunka, shor va bezak qog'ozlari xushallik belgisi bo'lib, yalpinib turardi. Bu bizning maktab qo'ynidan ayrilishimizning oxirgi minutlari edi. Hayajon ilkida ko'nglim ko'kda yulduzlar ora ushchatdi. Mening uchun butun o'qishlar ozlik qildigandek, dunyoning barliq sirrini bilgim keladi. Yozuvchi yoki shoir bo'lib, dunyodagi zulmga qarshi qalam bilan kurash qilib, botir xalqim bilan go'zal vatanimni maqtab, ko'ngil havaslarimni kuylab yozg'im keladi. Doktor bo'lib, kasallarni og'riq azobidan qutuldirib, balki o'lmaslikning yo'lini topqim keladi. O'qituvchi bo'lib, kelgusi avlodlarni tarbiyalab, yer yuzida mashhur bilim egasi qilib chiqarg'im keladi. O'z ko'nglimda har narsa bo'lg'im keladi. Odamning ko'ngli nimani tilamaydi? Ammo taqdir nima? Hozirlab qo'yganini Alloh o'zi biladi. Istil tuzitish harakati 1957-yili sentabr Urumchi shahri, Sharqiy Turkiston. Kanikuldan kelsam, meni Xinjiang Tibbiy institutiga o'qishga bo'lib, hatto mening o'rin ko'rpa va barliq narsalarimni ko'chirib olib qo'ygan ekan. Bizning qarorga G'ulja, Cho'chak, Oltay va Urumchidan bo'lib 125 o'quvchi kelgan ekan. Qizlar maktabidan 6 qiz bo'linib keldik. O'qish boshlanib uzun o'tmasdan o'quvchilarning hammasi bilan tanishib, do'st bo'lib qoldim.
Biz berib 2 kundan keyin istil tuzatish harakati boshlandi. Tibbiy institut bo'yicha bütün o'quvchilar, doktor, sestralar, ishchi kadrlarni yig'ib, maktab zalida istil tuzatish harakatining boshlanish safarbarlik yig'ini o'tkazildi. Bu harakat faqat milliylar uchun bo'lib, Xanzi o'quvchilar va bütün ishchi xizmatchilar o'zlarining o'qish xizmat ishlarini davomlashtirdi. Yig'inda hamma gullar tang ichilsin, hamma qushlar bas-basda sayrısin prinsipiga asosan har bir odam partiya, hukumat va davlat ustida qanday kamchiliklar bo'lsin, har kim o'z ko'ngildagini o'tirg'a qo'yib sayrısin. Shuningga asoslanib davlat qonun siyosatlarini o'zgartirib chiqadi deb kishilarni cho'ng, o'tira va kichik guruhlarga bo'lib sayrash harakatlarini ilib bordi. İçilib sarashning kelajak xalq turmushining yaxshilashga ko'p foydasi bor deb maqtab tashviq qiladi. Shuning bilan o'qish to'xtalib, har kuni guruhlarga bo'linib, içilib sayrash ilib berildi. Har kim o'z ko'nglidagi o'y fikr, ko'z qarashlarini va bilganlarini sayrashga boshladi. Dastlabda oddiy narsalar ustida sayrag'an bo'lsa-mu, keyin fikrlar cho'nqurlashib, Xinjiangning mustaqil bo'lishini, o'z huquqini, o'z boyligiga o'zi ega bo'lishni va Xanzu xalqlarining o'z yurtlariga qaytib, Xinjiangni bo'shatib berishni o'tirg'a qo'ydi. O'rganishcha Xinjiang o'z oldiga mustaqil respublika bo'lishi kerak. Respublikaning avtonom rayonidan ko'p ortiqchiligi bor. O'z oldiga bayrog'i, girbi, qonun siyosatlari bo'ladi. O'z huquqini o'zi yugurib, o'z yeriga, o'z boyligiga o'zi ega bo'ladi. Shuning uchun bizga respublika kerak degan fikrlar o'tir qo'yildi. Bütün o'quvchilar va kadrlar bu fikrni qo'llab chiqdi. Hamma kishi hayajonda bütün kun ichilib sayrash ilib berildi. Bu o'rganishda fikr qatnashtirmaganlarni cho'ng xatlik tom gizdiga, og'ziga qulub siliqliq rasmlarni chizib, maktabning hamma yeriga chaplab masxir qildi va guruhlarda harakatga qarshi deb tanqid qildi. Shuning uchun bu harakatda hamma odam fikr qatnashtirishga majbur edi. Sayırmay mümkün emas ekan deb ko'pchilik oldida so'zlash qiyin bo'lsa-mu, men o'z fikrimni o'tirib qo'ydim. Biz Tatar boshlang'ich maktabida o'qigan vaqtimizda bizga 1949-yili Toshkentda besilgan 4-sinf o'qish kitobining oxiridagi Xinjiangning qisqacha tarixini dars qilib o'qitgan edi. U kitobda Xinjiang azaldan Uyg'ur xalqining o'z yeri bo'lib, mustaqil davlat edi. Jungoning yana Xanzu xalqining yeri faqat Sadichin Sipilning ichi bo'lgan deb yozgan. Meningcha bo'lganda Xanzu xalqi Xinjiangdan chiqib, yerni egasiga bo'shatib bersa bo'ladi. Xanzular Xinjiangga kelgandan keyin kechalari ko'chada kishilarni bulab talab, odamlarni bekordan urib o'ldirib, Xinjiang xalqining tinch turmushini buzdi. Xanzu xalqi mundaq qilaversa, Xinjiang xalqi uchun zo'r ofatdir dedim. Bundaq fikrlar bütün o'quvchilar tarafidan takror o'tirib qo'yildi. Sayrash harakati haqiqatan qizg'in ilib berildi. O'quvchilarning hammasida mustaqil respublika bo'lish umidi borliq keldi. Bir qancha oy o'tgandan keyin sayrg'uvchilar o'ngchi, yerlik, millatchi, o'ngga moyil, tanqid obyekti degan tiplarga bo'linib kurash qilish bosqichi boshlandi. O'ngchi, yerlik, millatchi deb qalpoq kiygizganlarni maktabning cho'ng zalida o'quvchi, o'qituvchi, bütün ishchi xizmatchilar kurash yig'ini o'tkazib, har kuni ularni o'tirg'a turg'izib qo'yib, masalani topshir deb qistaydi. Ular og'zini ichib so'z qilguncha bir qancha aktiv o'quvchilar sakrishib turib, ularning so'zini prinsipi ko'tarib, barmoqlari bilan ko'zlariga cho'qib, qop-qorasiga tuhmat qiladi. Kekirdaklari yirtilg'udek vaqirib, shuar tavlaydi. Ularga qo'shilib bütün zaldagi odam tang shuar tavlashga to'g'ri keladi. Agar bir odam shuar to'g'lamay qolgan bo'lsa yoki mugdab qolgan bo'lsa, shu minutda o'tirg'i so'rab chiqib, jinoyatchilarga hissashlik qildi deb ularni urib kurash qiladi. Zalda tamakining ko'k islardan ko'z ichib bo'lmaydi. Tamaka chekmaganlarmi isib yutib, o'pkalari echishib, yutilib, jinimiz qolmagan sari kurash yig'ini uzunga so'zladi. Odamning ruhini azoblaydigan bu kurash yig'inlaridan to'yib bezar bo'lib ketdik.
Köplеген күрәш объектларының бірisi болған мәктәп müdüriyet işxanasының тәрҗеманы Tursun Qasimovni kecha-kunduz күрәш qilish 3 oy davom qildi. Bir kun atgan Qasimov yo'qolib ketdi. Hamma kishi uni kutadi. Uni izlab chiquvchilarmi topolmay qaytdi. 3 soatdan keyin aktiv o'quvchilar uni urib-so'qib surishtirib zalga ilib kirdi. U zalga kirganda uning g'alati yastilgan chechini ko'rib, butun o'quvchilar qaqoqlab kulib ketdi. Beshining ustida kichik choy chinisidek yerda yumaloq qilib chosh qoldirib qolgan, yerni paqirtib qirdirib kelgan ekan. Qasimov o'zi o'riq egiz bo'yliq, gavdili kelgan, chiqib ko'zlik so'zman odam edi. U yasatgan chechi bilan texmo boshqacha ko'rinib ketdi. Ko'rgan odamning haqiqatan kulgisi keladi. Heliqi aktiv o'quvchilar uning yoqasidan tutib uni yana urib, silkib dushkallab yurib kurash qilishga boshladi. So'roq uning chechi ustida to'xtalganda, u burunqi Xitoy podshohining chash pasuni bo'lib, men shuningga o'xshatib yasatdim. Shunda qilsam millatchi degan nomdan va bu istil tuzitish harakatidan qutularmanmikin deb qildim, dedi. Uning dumbalash texmi kuchib ketdi. Ikkinchi qora o'quvchisi Abdukerimmi bu qitimqi kurashdan quruq qolmadi. U milliy armiyaning 3 viloyat inqilobiy sepida xizmat ko'rsatgan doktor bo'lib, bilim oshirish uchun G'uljidan kelgan o'quvchilarning biri edi. Uningga o'xshash milliy armiya sepidan kelgan yoshda cho'ng o'quvchilardan xeyli bor edi. Abdukerim pakar bo'yliq, gavdili kelgan, mijozi ig'ir, kam so'z odam edi. Uni G'ulji shahrining shahar boshlig'i bilan bo'lgan munosabatingni topshir deb 4 kun kurash qildi. 5-kuni atdigan Abdukerim o'zini o'ldiryapti degan so'z o'quvchilar orasida pur ketdi. Soat 9 bo'lmasdan butun odamni maktab zaliga yig'ib, Abdukerimning o'zini o'ldirib olganligi haqida uqtirish qilib, o'lgan odamning ustida 2 soat kurash yig'ini o'tkazdi va har birimizga Abdukerimga qarshi cho'ng xatlik gazet yozishga buyruq qildi. Maktabning bütün tomlarini cho'ng xatlik gazet bilan to'shtirib o'tdi. U odam ustida sinfiy dushman, xalq dushmani, xoin, johil unsur, inqilobga qarshilik qilgan o'ngchi, millatchi degan qalpoqlar bilan xuloslandi. U marhumni 3 viloyat inqilobiy sepida birga bo'lgan zamondoshlaridan 4 savoqdosh qo'l harusida so'rab berib, Lusan, Yeshil tog' teg'ining ustidagi Xuyzular Xitoy musulmonlari qabristonligiga ko'mib keldi. Cho'ng umid bilan o'qishga kelgan bechora Lusan ustida marhum bo'lib yolg'iz qoldi. Alloh jannat ato qilib, qabri ustida qizil gullar unib chiqsin. Bu o'g'inish jarayonida nurg'ulg'an doktor, o'quvchi, kadrlarni va bir qism savoqdoshlarni so'rab chiqib, qalpoq kiygizib kurash qildi. Şinjanның mustaqilligini hamma o'quvchi degandek qo'llaganimiz uchun barliq o'quvchiga qalpoq kiygizish mumkin bo'lmasdan guruhlar bo'yicha tanqid qilish yig'ini o'tkazdi. Mening bergan fikrim uchun menimi yig'inda tanqid qilib chiqdi.